Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Aziz brendini sim kartali kamerasi haqida gaplashamiz. Ushbu kameramiz Wi-Fi yo'q joylarga, misol uchun dala hovlilar, Wi-Fi yetib bormagan joylar, parniklar bo'lishi mumkin, baliq boqiydigan fermalar bo'lishi mumkin. Shunaqa joylarga juda ham qo'l keladi. Bitta sim kartani olib qo'yasiz, o'sha hududda yaxshi ishlaydigan va bemalol telefon orqali, kamera orqali nazorat qilib tursalang bo'ladi. Kameramiz qulayliklarga keladigan bo'lsak, kameramiz 2K formatda oladi. Odam va transportni bemalol farqlay oladi va tunda ham rangli tasvirga oladi. Xo'p, keyin ovoz yozish funksiyasi bor. Telefondan turib gapirish funksiyasi ham mavjud bo'ladi. Kamerani oldidagi odam sizlarni bemalol eshitaveradi. Va olish uzoqligi 30 metrgacha bo'ladi. Suvga va ob-havoning turli xil injiqliklariga chidamli kamera bo'ladi. Hozir ichini ham ochib ko'rsatib o'taman. Kameramizni ko'rishlaring mumkin. Juda ham bejirim qilib ishlangan. Ko'rinishlari ham juda ham zo'r. Xo'p, kameramizga 1 yil kafolat beriladi. O'rnatish uchun ham juda qulay. Mana bu yerda kronshtayn bor. Olib o'zingizga kerak joyga qatirasiz va bemalol telefoningizni gullab boshqarib ko'rib tursangiz bo'ladi kamerani. Kimga shunaqa kameralar qiziq bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qiling. Respublika bo'yicha dostavka xizmatlarimiz mavjud va ustanovka qilish muammo emas. Ham yo'g'ini batafsil tushunmoqchi bo'lsangiz, telefon qilishingiz ham mumkin. Barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz bu kamera haqida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.